Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan bugun Baxtiyorov bo'ladi. Bugun sizlar bilan Open Pack videosi, futbolchilarni kuchaytirish bo'ladi. Kanalda ketdik Cresponi mana ko'ryapsizlar statlarini. 94 tezlik, 93 shooting. Endi kuchaytiramiz bolalar uni. Kovachev hozir. Bolalar obuna va like bosib qo'yinglar. Special va rare. Bu yerda staminaga beramiz, chunki stamina kam ekan. 93 stara. Speedga beramiz. Staraga endi. Hammasiga tushdi. Tepadan 3 ta. Bolalar shuni fonda kuchaytirib ketsam, agar shooting tepadan to'g'riga bersa, pas bilan kontrolga umuman bermasam, taklingga ham bermasam 500 chiqadi Crespodan. Endi texnikaga beramiz, texnika. Chunki Haaland, Mbappe, Rafinha futbolchi. Bizga bolalar Nuno Mendes va Hakimiga beryapti. Mayli, lekin bolalar yaxshi. Paslari kuchayapti. Yana bitta kuchaytiramiz endi bolalar. Bolalar Modric yaxshi, lekin Nuno Mendes ham yaxshi. Chunki taklingga tushdi va shootingga tushdi unga. Nuno Mendesdan 400 chiqmasa ham mayli menga. O'ynaversa bo'ldi, chunki tezlik, chunki paslari ham kuchli bo'lsa, endi mana bolalar. Husanovni tushirishni o'rgataman bolalar. Mana menga 5 ta. Akanji Onanagacha nechta tushirdilar? Komment yozib qo'yinglar. Men 5 ta tushirdim. Bittasi hechbag'da tushdi. Endi qaranglar bolalar. Bitta Ezi ham kuchayadi. Endi mana O'zbekiston bayrog'ini taydagi uni turibdi bitta. Ashini qo'yasizlar. Nomini bilmadim, lekin ashini qo'yasizlar. Qo'ygandan keyin chiqib turib, kirasizlarmi aytlar, bosasiz event playerslar bosasizlar birlikda. O'xshab bossa, lekin bitta like bosib qo'yasizlar. Endi o'zlaringga kerakli futbolchilarni bitta bosib chiqasizlar. Favoritlarni. Keyin Husanovni 7 marta bosinglar bolalar. 1 2 3 4 5 6 7. Endi yondagi 3 tani bosib chiqamiz bittadan. Mana. Endi mana bizga Husanovdan yana 7 marta. Endi bola ochamiz. Let's go bolalar. Ketdi Dynamic Stars agent. Bolalar bu qoraroq ekan, Husanov emas, 12-raqamda ekan. Passing 78. Kim bo'lasizlar? Hoziroq to'xtatib komment yozib qo'yinglar. Endi bizga yana ball control 78. Bu yerda Abdulhamid. Bu ikkinchi akkauntimga tushdi, lekin bolalar. Mayli, sotaveramiz agar bular kuchaymaydi, chunki Shich bilan Akanji bas. Ashini Abdulhamid sotaveramiz, keyin Cresponi full qolamiz. Jahon chempionati tugagandan keyin. Bizda Felix bor, Joe Felix. Qaranglar, cho'tga akkaunt qilaman mana. Nima deydi? Har xil rangli futbolchilar. Mana bolalar Ronaldo hujumga, Shich. Felix yo'q. Shich. Nuno Mendes o'rniga. Crespo darvozaga. Mana bolalar ko'ryapsizlar, akkaunt bomba akkaunt mana. 64 urgin. Lekin zo'r akkaunt, mana screenshot oldik. Mana qaranglar, klandi. Hozir bolalar. Klanimizni qaranglar bolalar. 7 minutda 444,000 bitta odam. Bu bugmikan yoki Matda 353,570, lekin bitta o'zi odam 400 ashinchada boribdi. Ha, bildim bolalar. Batdan 350,000 dan oshirganingizdan keyin o'ziga hisobga olinmaydi boshqalarga. 350,000 dan hisobga olinadi xolos u. Matdana hozir. Xullas ko'rdinglar bolalar. Endi yana kuchaytiramiz texnikaga. Chunki bizda Rafinha kuchayish kerak.
Rafinyaga 3 ta stat bersak kuchayadi. Endi o'yin o'ynayapmizmi yo'q. Abdulhamid tezligi va tezlanishi yaxshi. Endi texnikaga beramiz. Oddiydan Hakimiga tushyapti. Tackling 85 bo'ldi. Yana bir marotaba Modrichga tushyapti va ball kontrol 98. Bu ajoyib. 100 qilish kerak Modrichda ball kontrolni pas bilan. Endi bolalar Declan Rice qaranglar. Zo'r kuchaymagan, lekin zo'r o'ynaveradi. Chunki tezligi bilan stamina yaxshi, charchab qolmaydi, tezligi zo'r. Keyin ana paslari, udarlari hamma joyga berilgan. Salibadan bitta yuz chiqqan, lekin bolalar ball kontrol, shooting, passing, tezlik, stamina ashnalar ko'ringlar bolalar. Xullas pastdagi texnikaga berilganlar ko'ringlar bo'ldi. Hujumga ham qo'ysangiz gol uradi bitta zarbada. Haalanddan 500 chiqayapti. Rafinyadan mana 3 ta stat bersam yoki pastga yoki shooting yoki tacklingga 3 ta bersam full bo'ladi. Uning uchun bizga texnika kerak. Bu yerda Messi bor, mana Messi demoqchi. Bizga Open Pack'dan Antony tushmoqda, Antony. Mana bolalar arzon-arzonlar tushdi mana. 3 ta texnikaga beramiz. Texnika. Uchovda ham Rafinyaga tushsami? Mazza bo'ladi, video bomba bo'ladi, Rafinya full bo'ladi. Haalandning voy kontrolga berdi. Modrichdan 99 ball kontrol. Modrichga ber yana. Mbappe pasini ma'laman. Shooting yoki ball kontrolga ber. Modrichdan 99 ball kontrol. Rafinya ham yaxshi. Mana bolalar. O'rinni ko'ringlar, o'rin 64. Mana ikki bolalar mash O'zbekistonga qaytarib qo'yish kerak edi-da. Ashna qilinglar bo'ptimi? Ash bayroq tanlab turib, oxirida O'zbekiston tanlasanglar tushadi. Endi bu videoni ko'rganlaringda u Dinamo Stars agent futbolchilar ketgan bo'lishi mumkin, ketmagan ham bo'lishi mumkin. Endi bolalar bizga Marokkash bilan o'ynab bering. Bo'pti bolalar, bo'lmasam hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Baxtiyorov bo'ldi. Obuna va like.